Toshkent shahar yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi poytaxt aholisini qorli ob-havo kuzatilayotgani sababli ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Boshqarma Toshkent shahrida qorli ob-havo kuzatilayotgani sababli yo'llarda xavfsizlikni ta'minlash va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish maqsadida yo'l harakat qoidalariga qat'iy amal qilishni, oraliq masofani saqlashni, tezlikni belgilangan me'yordan oshirmaslikni, yo'llarda harakatlanayotgan piyodalarni hurmat qilgan holda ehtiyotkorlik bilan harakatlanishni so'ragan. Shu bilan birgalikda avtomobillarni ko'p qavatli bino va inshootlar, shuningdek daraxtlar ostida qoldirmaslikni va maxsus turargohlarda transport vositalarini saqlashingizni so'rab qolamiz, deyiladi xabarda. Shuningdek, O'zgidrometning ma'lum qilishicha, vodiy viloyatlarining ayrim joylarida soniyasiga 20 metrdan kuchli shamollar esishi kutilayotgani haqida xabar qilindi. Mashalloh, Toshkentda qor go'zal yog'yapti. Vodiy bozor uchun maxsus. Vodiy bozor uchun maxsus video. Ayni paytda Toshkentda ham qor juda o'ta go'zal holatda yog'yapti. Ayni vaqtda Toshkentda qor yog'yapti. Yillar qarab qolgan. Buxoro viloyatida ham sovuq, shamol, bo'ron, qor bilan yog'yapti. Vodiy bozor uchun maxsus.